Assalomu alaykum hammaga. Har bir mavzuyimizda, har bir gapirayotgan gapimizda faqatgina bittagina maqsadimiz isrofni oldini olish. Qiziqtiryaptimi? Narxini so'raylar. Nech pulliklar? Buni sirasilarga narx-navosi joy-joyida etiladi. To'g'ri mahsulot tanlanadi, zapas kamroq olinadi, qayerdadir issiq, qayerdadir sovuq, hammasini to'g'ri qilaman desa shovqin, nasos ko'tarmayapti yoki nasos juda ham kuchli. Shunaqa holatlarda biz borib ularga hisob-kitob asosida yechim qilib berishga harakat qilamiz. Yangi mahsulot. Ko'pchilik buni hali ishlatishni ham bilmaydi. Bu bizada issiq suv yoki sovuq suv ta'minoti uchun ishlatilinadi. Bizlarning Klimadens korxonasining asosiy yo'nalishimizda ko'rayotgan bo'lsangiz, har xil turli xil brendlar bor. Lekin nimaga biz bulardan yoki bulardan urg'uni berib hamma mahsulotni olib kirmaganmiz? Sababi baribir har bir zavodda o'zining ustki yo'nalishi bo'ladi. Bandan ustida kondensat bo'lsa, PPR bo'lsin, temir bo'lsin. Demak, ikki xil katta gradus bor, ichkarida, tashqarida. Keyingi mavzumiz bulardan ham qiziqarli bo'ladi. Kichkina konteynerlarimiz boosterlar haqida. Bu mahsulotlar haqida va berilgan ma'lumotlar haqida boshlang'ich o'z fikrlaringiz. Bizda eng katta xato qiladigan balans. Uylarda balans qilish. Misol, eng katta ishi mana balansirovочный kranlar. Bizda endi ommalashyapti. Mana turlari. Shu akamiz aytgandek, boshdagi klientni o'ziga birinchidan kam rasxod va effekt kattaroq olish maqsad. Ortiqcha nasoslar qo'yilmasdan, siz aytgandek, ikkita nasos bilan uyda har bir qavatini balansda ushlash. Biz bilmagan narsalar ham ko'p baribir oldik, foydasi bo'ldi. Ayniqsa bu to'plik turba, mana shu oxirgi aytganlari, gapirganlari haqida bu narsani misol ustalarga mana shunaqa seminar qilib yetkazilmasa, misol biz bilmaymiz. Diagramma bo'yicha mana shu yo'nalish bor. Va shu joyga magnit qo'yib ketishgan. Magnit juda ham kuchli magnit. Kelganingiz uchun rahmat kattakon. Vaqtingizda uchun ham rahmat kattakon. Ko'rib sizlar xursand bo'ldik. Asosiysi mana shunaqa aktiv holatda vodiy xalqi davom etishni xohlaymiz.